Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun biz Sherdor tantanalar saroyida xizmatdamiz. Xudo xolasa bugun nahorga oshda ustozimiz Abdumuttal Ashurov ustoz qo'shiqlar bilan, ijrolar bilan chiroyli o'tkazib berdi. Biz video syomkada bo'ldik. Bu videoni kelajakda arxiv bo'lib qolishi uchun olyapmiz. Ustoz, kelajakda shogirdlaringiz, yaqinlaringiz ko'ra olasa. Mana xalqqa xizmat qilyapmiz, yoshlarga xizmat qildik. Endi mana hozir nahor oshlarga, ertalabki to'ylarga xizmat qilyapmiz. Mana ustozlar ashlasini aytyapmiz, o'zimiz ashlarimizni, yoshlarimiz ham mana katta ashlarga qiziqib ancha biz yo'limizdan yuryapti. Kelajakda ustoz shogirdlarimiz ham shu mana shunaqa to'ylarda xizmat qilishini ularga istab qolaman. Shogirdlarimga muvaffaqiyat tilayman. Bu videolar tarqatayotgan shu ukalarimizga ham omad tilayman. Ishlariga rivoj bersin. Rahmat ustoz. Ustozning o'g'illari Bahrom akam Ashurov, Umidjon akam Rustamov. Assalomu alaykum hammaga. Omad tilaymiz. Yashang aka. To'ylar bo'laversin. Bizning sherigimiz operator Oxunjon akam. Rahmat. Xudo xolasa kelajakda ko'ramiz-da, futbolchilarni.